O'shalarga qanchadan bir yemlanyapti, qanaqa rejimda yemlanyapti, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Dilshodbek bularni xudo xolasa rosa 3 oy bo'ldi-ku olinganiga. Olinganiga 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Bularni olganimda 10 oylik atrofidagi qo'chqorlar. 10 oylik edi. Yerdan balandligi 70, 75, 80 shunaqa atrofida edi. 70. Rosa rivojlanishga kelganda xudo xolasa olganmiz, mana chiroyli rejimini qilib boqdik. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa akalar, bugunga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar, qishloq yig'ilgan akalar, Sariq qishloq turibmiz akalar. Xudo xolasa bugungi videomiz Promey dehqondan bo'ladi, hurmatli obunachilar. Videomizda oxirgacha ko'rib tursalaring aka, xudo xolasa boqib sirlarini sotiladigan qo'ylar chiqarib beramiz. Hurmatli obunachilar, videomiz boshida like tugmachani bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa sizlar uchun bugungi narxini o'ta arzon qilib beraman deyaptilar. Assalomu alaykum Bahram aka. Alaykum assalom Dilshodbek. Keling aka. Salomat. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Keldingizmi aka? Rahmat. Xudo xolasa aka, bugunga chiroyli, manfaatli video qilib beraman sizga aka. Siz kanalingiz rivoji uchun. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu ukamizning kanali ham yangi. Ukamizning kanaliga bittadan obuna bo'lib, bittadan like ni bosib, chiroyli fikr mulohazalaringni, fikrlaringni, yaxshi, iliq fikrlaringni shu kanalda kommentariyaga yozib ketinglar. Shu video haqida, boshqa videolar haqida. Ukamiz kanalda yangi boshlabdilar. Xudo xolasa ukamiz kanalda rivoji uchun qo'ylarda boqib sirini ham qilamiz. Shu qo'ylarimizni men o'zim Saroy Chorva kanalining adminiman. Shu ukamiz kanalining rivoji uchun o'zimning kanalimga ham sotuvga qo'yganman 6,5 million so'mdan. Ukamiz kanalining rivoji uchun, Dilshodbek, sizning kanalingizning rivoji uchun uka 6 million 400 ming so'mdan 6 million 400 ming so'mdan qo'yib berasiz. 6 million 400 ming so'mdan. Videoni oxirigacha uzmasdan kuzatib tursa, xudo xolasa bo'ladi. Yosh oilaga qanchadan bir yemlanyapti, qanaqa rejimda yemlanyapti, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Qo'ylarni ko'rsating Dilshodbek. Hurmatli obunachilar. Xo'p, Dilshodbek bularni xudo xolasa rosa 3 oy bo'ldi-ku olinganiga. Olinganiga 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Bularni olganimda 10 oylik atrofidagi qo'chqorlar. 10 oylik edi. Yerdan balandligi 70, 75, 80 shunaqa atrofida edi. 70. Rosa rivojlanishga kelganda xudo xolasa olganmiz, mana chiroyli rejimini qilib boqdik. Birinchi yeyishlari zo'r. Yeyishlari zo'r. Bularda chiroyli rejimini qilib boqdik. Qo'y boqadiganlarga bitta eslatma. Xo'p, bilganlarga eslatma, bilmaganlarga lifehack. Xo'p, buni biz olib rejim qilib boqdik. Buni bitta rejimda. Bitta rejimda. Xo'p, ertalab 6 da yemini beramiz, soat 7 da hashagini beramiz. Oxirini to'ldirib hashag berilaveradi Dilshodbek bularga. Oxirini to'ldirib hashagini beramiz. Xo'p, mana shunaqa qilib endi to'kib charchib iloji yo'q. Endi bu hayvon. Bularda ham yeb-ichib zo'r aka. Bu soni nechta bo'ladi aka? Bularda soni Dilshodbek 13 bosh. Soni 13 bosh. Oldilari mana tomonda oldilar. Oldilar bular. Nechga beramiz bularni aka? Necha yosh? Xo'p, bular endi 2 kishi buzdi. Endi 2 kishi buzdi. Bu qo'radagilar endi 2 kishi buzdi. Xo'p, bular shakka chiqdi, xudo xolasa. Mana bularning ichida ham 2 kishi buzganlari bor, lekin ichida qo'zilari ham bor. Qo'zilari ham bor. Telefon qilsa alohida syomka qilib tashab berasiz. Alohida razmerlarini, to'liq ma'lumotini telefon orqali, Telegram, WhatsApp orqali tashab beraveradi. Buni aka yeb ichishini ham xohlasa aytib o'tsak. Yeb ichishlarni aytib o'tamiz. Bo'ldi, uka, xo'p, bular yeb ichish shundayki, ertalab 6 da yem, 7 da hashak beriladi. 24 soat oldida mana bunaqa suv turadi idishda. Xo'p, chunki qo'y xohlagan payt chanqadaganda suv ichib turish kerak-da. Hashakda ertalab 6 da yem, 7 da hashak, soat abetda soat 12 dan 1 oralig'ida yana oxirini to'ldirib hashak solib qo'yiladi. Abetda hashak berish shart emas, hurmatli obunachilar. Xo'p, yemini vaqtida bering, hashagini vaqtida bering, rezultatni o'zingiz ko'rib turibsiz. Mana olganimda 70 dan 80 gacha bo'ladi bo'yi. Xo'p, bunaqa semiz emas edi. Hozir bularning semizligi ham yaxshi. Har bittasini kilosi 75 kilodan 90 kilogacha bor. 75 kilodan 90 kilogacha. Yerdan balandligi mana metrimiz ham bor, o'lchab ko'rsatamiz. 80 dan 90 gacha. Bu qo'radagilarimiz 80 plus, 80 dan 85 gacha. Mana bu qo'radagilarimiz 85 dan 90 gacha. 85 dan 90 gacha so'radi. Jami soni 13 ta Dilshodbek bulardi. Xo'p, mana bu yerda 2 dona arg'och qo'yimiz ham bor. 2 donagina sovli. 2 dona arg'och qo'yimiz ham bor. Bu tomonga o'tib oling endi. Xo'p, yaxshiroq ko'rinadi. Xo'p, bitta mana bu ko'ki rosa semirgan bular ham yemdagi. Nechga chiqargan aka bular? Xo'p, mana bu ko'ki 4 narigi sarig'i. Xo'p, endi 2 kishi buzadi, hali qo'zi. Endi 2 kishi buzadi. Yerda balandligi bunisikiniki 75-80 atrofida, ko'kiniki 4 kishiniki. Xo'p, narigi sarig'iniki 80-85 atrofida. Yerda balandligi. Buni ham metr bilan o'lchab ko'rsatamiz.
Xo'p, bular uyda boqilayotgan qo'ylar, ancha 1 yildan beri boqilayotgan. Bular hali tug'magan, qochmagan, qochishga, tug'ishga tayyor. Qo'shqorga tayyor Organizmlari aka. ham tayyor, xudo xolasa, rosa yetilgan. Bularning ham tirik vazni 80 kilo atrofida Dilshod. 80 kilo Buni atrofida go'sht yo'nalishiga olishadi. to'radi, qisirga, bo'g'oz emas, hali qo'chqor yaqinlashmagan oldiga. Mana bu qo'chqorlar ko'zi qonga to'lgan. Ichiga qo'shib qo'ysa ham bo'ladi, lekin qassobga go'sht yo'nalishiga ham sotish mumkin-da, o'shaning uchun ularni qassob yo'nalishiga ham olib qoladi deb qisirda o'sha go'sht yo'nalishiga ham, zot yo'nalishiga ham, go'sht yo'nalishiga ham qo'shqorlar zot yo'nalishiga ham ketaveradi aka. Ha, albatta, buning ichida zot yo'nalishiga aytadiganlari ham bor Dilshodbek. Mana ichiga o'tib ko'rsataman. Xo'p, mana eshikni ochadigan bo'lsa, muammo bo'ladi. O'shaning uchun ichkariga o'taylik. Xo'p, ehtiyot bo'ling. Mana hurmatli obunachilar, Mana bir qator e'tibor berasizlar, ha. Xudo xolasa dumba oshlari ham zo'r, sersa dumba degani shu bo'ladi. Mana hammasi xo'sa ko'paytirib yuraman degan obunachilarim uchun aka. Dilshodbek, qarang endi Dilshodbek, bular xudo xolasa hammasi qora hisori kashtanlari. Qora kashtanlar. Qora kashtanlar, qarang, bularda bo'yi sal pastroq, bular lekin semizligi juda semiz. Mana orqasidan video qiling. Bular asosan go'sht yo'nalishiga. Go'sht yo'nalishiga, to'y marosimlariga, bu qo'radagilar to'y marosimlariga, go'sht yo'nalishiga, qassoblarimizga ham ketaveradi. Xo'p, mana bu qo'radagilar hali qo'ra pastligi uchun kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin metrda o'lchab ham ko'rsatamiz, 85 plyusda bular. 85 plyusda bo'ladi. 85 plyusda bular hammasi. Shuning uchun bularni zotga boqaman deganlar bo'lsa, zotga ham boqishaveradi. Zotga ham yetaveradi, to'y marosimiga ham yetaveradi. Hamma yo'nalishga yetaveradi. Bular hurkakda, bular qo'radan chiqmagan hali. Qo'radan chiqmagan, bir joyda turgan. Bir joyda mana shu qo'rada 3 oy bo'ldi, 3 oydan beri mana shu yerda turibdi. Xudo xolsa bularni oldi ikkita chiqqan orasida qo'zisi ham bor ekan. Ichida yo'q, bular hammasi ikki chiqargan bu qo'radagilar. Mana bu qo'radagilar ichida qo'zilari bor. Bularda orasida qo'zi bor. Olaman degan, qiziqqan, jazma olaman degan obunachilaringiz uchun 6 million 400 ming so'mdan qo'y suyug'ini berib yuboraman. O'zimning kanalimga qo'ydim 6,5 milliondan 6 million 300 ming so'mdan berganim yo'q. Ochiq oydin gapiryapman. Dilshodbek, xudo xolasa olgan inson baraka topadi. Yana buni ozgina yemini qilib boqsa bo'ladi, lekin men hozir mashina olyapman. Ochiq oydan ichkari mashina olayotganim uchun bularni sotyapman Dilshodbek. Hozir bitta mashina oldim, xudo xolasa o'shanga barakasiga o'tib, baraka qilib qo'yamiz. Shunga srochniy 6 million 400 ming so'mdan bir joyga suyug'i bunisi ham ketaveradi. Samarqandgacha dastlabkasini besplatni qilib yetkazib beraman. 6 million 400 ming so'mdan. Yeb ichgani garantiyalar bor ekan. Yeb ichishiga, sog'lik salomatligiga bir hafta emas, 10 kun emas, 15 kun kafolati bor. Muammo yo'q. Yo'q, muammosi yo'q. O'zimni yeb ichishni mana ko'rib turibsizlar. Yemasa, ichmasa bunaqa semirmaydi, dumbalari mana katta o'kitmaydi. Mana qarang. Obunachilar do'xolsa ishonchli joydan. Ishonchli. Qo'lorasizlar, ko'ngilli aytiling narx-nurmas do'xolsa. 100% o'zimni qo'ylarim. Sog'liqlarni ham shu narxda beraveraman. Sog'liqda ham ketaveradi. Sog'liq ham shu narxda beraman. Uni ham kilosi 70 kilodan 80 kilo atrofida, 80 kilo plus minusga. Sog'liqlar ham go'sht yo'nalishiga ham zo'r aytadi. Qo'chqorlar zo'r ekanga tavsiya qilaman. Tez shoshilib aloqa chiqaverasiz. Dastlabkilar ham Samarqandgacha besplatni ketaveradi ekan. Mana qarang. Mashalloh. Sizdan like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar aka. Gavda boshlarni qarang. Xo'sa zotga qidirib yurgan obunachilar uchun aka telefon qilib aloqa chiqaversalar, bu videomiz do'sti birodarlarga xo'sa gruppalarga tarqatib qo'yasizlar aka. Mana foydali bo'ladi. Yaltirab ketganini, mana qarang. Haqiqatan zotga aytadigan. Qaranglar. Simjun o'zini jun to'kkan varianti-da u. Bitta baldog'i ham bor aka, hurmatli obunachilar. Shunaqa, baldog'i ham bor, tem bo'ladi. Qashqasi ham zo'r, o tepada turgan qarang edi. Qashqasini qarang. Xolos dumba razrezlari ham zo'r. Birortasi dumbasi osilib ketgan emas, hammasi tik dumba, raketa dumba Dilshod. Mujmal qo'y yo'q aka. Yo'q, mujmal qo'y yo'q. Zo'r xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar aka, xudo xolasa narxlar qulay bo'ldi, ishonchli joydan aka. Bir kun bu, bir kun yo'qmi? Bo'lmaydigan odam emas aka. Xudo xolasa telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Xolasa arzuguli qo'ylar aka. Bu aka telefon qilsa aka, dehqon ekansiz, chiroyli kamin xayrisini qilib o'tib berasiz aka. Endi hali kami bor deya olmaymiz, Dilshod mayli, siz kanalingizdan chiqdik deysiz, o'tadigan joyi bor. Xudo xolasa nimadir o'tib beraman. U dehqonchilik, xudo xolasa. Pul srochniy bo'lgani uchun 6 million 400 ming so'mdan rasprodaja qilib 400 ming so'mdan aka mana tez shoshilib qoladigan joyi aka, tavsiya qilaman. Tez shoshilib aloqa chiqaversa, ikkita sovlig'i ham orasida ketaveradi aka. 15 ta jami soni. Ehtiyot bo'lasiz sizlarga. Bular ehtiyot bo'l. Xo'lasa, shu bilan videolarimiz yakun yasadik. Xo'lasa, videolarimiz kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ysizlar akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.